Xushqo'zlarni suvdiganlar, men ham Rustamga boqaman, qo'yga o'rgataman, uyda gaplashib o'tiraman. O'yinchoq bo'ladi deganlar uchun mana har xil qushlarimiz bor. Eng qizig'i naqdga ham, bo'lib turishga ham chiqarib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz deganlar. Qushlarni ko'rishlaringiz uchun yog'imda sariq anjirlar bor. Shunaqangi chiroyli qushlar ko'rishlaringiz uchun bitta ko'ringlar bu qushni. Shunaqangi go'zal qushlar, oddiylardan bor. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraveramiz. Yog'imizda qaranglar. Aleksanderlar, Riyo'ning qarindoshlaridan. Shunaqangi zo'r qush bo'ladi. O'zimiz boqyapmiz buni, ko'ryapsizlar kontentlarni. Riyo'ning qarindoshlaridan bo'ladi. Bular Aleksanderlarimiz. Yo'qda mana ajrilalar bor. Sarig'idan, oddiylaridan bor. Ular ozgina kichkinaroq, ozgina pati chiqib qolganlardan ham bor. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'ramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraveramiz. Bu yoqda mana perura qushlarimiz ham bor. Har xil ranglar chiqadi. Shunaqangi zo'r qushlar bo'ladi. Bular juda ham o'yinqaroq qushlar bo'ladi. Bu yog'imizda qaranglar, eng qizig'i Feletiga anjirelalar. Buni hozir endi birinchi qarashga qiynalasizlar, to'g'risi. Agar professionallar bo'lsa, bundan ham qilib beraveramiz, lekin birinchi qarashga bunga qiynalasizlar. O'zimiz bitta kontent qilaylikmi deb turib, yana bitta shundan boqib, nima deysizlar kommentariyga yozinglar. Qushlarimiz qaranglar, har xillardan bor. Donga tushganlari ham bor. Bemalol ushbu raqamlarga aloqa qilinglar. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Dastlab xizmatlarimizdan mutlaqo bepul. Naqdga ham, bo'lib to'lashga ham olaverasizlar deganlar. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqa qilib ko'ramiz.